Təhli makandaki nağrı sadası. Film çıkarğıcı Gavhanga. Ayal. Siz kentimizge kelibediniz. Biz hiç boğandek hoş bolup ketdik. 2006 yılı 5. ay. Baş planlıgıcı Tian Wen. Baş nazaretçiler Huang Yongjun, An Sigo, Gülşen Turahun. Planlıgıcılar Wang Jiqing, Niu Yanfeng, Alimcan Hafız. Nazaretçiler Liu Ye, Abdugopur Ablis, Zhang Taibao. Senaristler Li Moshi, Gao Huanggang, Sherzad Yakub. Operatör yetekçisi Gertu, güzel sanat yetekçisi Muhammed Abdurrahim. Yöneliş yetekçisi Huang Jian, müzikasını işlevçiler Song Shuhuan, Su Tianxiang, Alim Abdusofur. Montaj Gao Shujuan, edebi jihatdan planlıgıcı Abdugopur Ablis. Sanat nazaretçisi baş film işlevçi Gao Huanggang. Asaslık rollarda Jing Shaoning, Aypari oğlu. Rejissor Sherzad Yakub. Turnisa acha, sizga ismingizni yozdirib ololmay, ko'nglim bek yerim bo'ldi. Shunga sizga xat yozib, ko'nglimdagini degim keldi. Men sizdek bo'lsam, sizdan usul o'rgansam deyman. Bir kun bo'lsin mayli. Salam Turnisa acha. Neymiş kim bilmedim. 2 yıldan beri sizden bir parçamı cevap xat gelmedi. Adresinizi xata yazıp koygan demem bu ya. Şkiman 8. yılı 5. ay. Kırım. Başla. Alımca. İş bağımlıklı. Ben bu yıl kent küçüğe digendim. Siz plan bo'yicha kelar yili tushatdingizmi? Bo'lmaydi. Bu yil tushimsam bo'lmaydi. Xotinim Tunisa chet ellik bilim oshirishga ketgan bo'lg'achqa Oygulning xatiga javob qaytarolmagan edi.
u qaytib kelganda xatlarni unga berman degandim. Biroq men unutib qolibman. 8 yil bo'ldi. Tornesa bu ishni uqqandan keyin nima dedi? Bir kech uxlamadi. Mening yurtim Taxlimakan qumliqining eng janubidagi tog'liq kanat. Biz Qariqurum teg'idagi qarning erishidan hosil bo'lgan nurliq o'stingining suyini ichimiz. Men 16 yoshga kirgan yili kentimizga shahardan odamlar keldi. Ular kelib kentimizni o'zgartdi ham mening taqdirimni o'zgartdi. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Bu bizning ishxonamiz. Kirama. Katta bo'lgan. X guruhi boshlig'i. Ha? Mana bu sizlar turadigan yotoq. Nima? Buva. Hey, qo'lingdagi nima u? Ha? Akila? Akila deyman. Hey, uni talada chaldingmi, ha?
yetkazış, el kalbine mayit kılış hizmeti bütün Şinjan Şundaq bir qız var. Öyüdüm ekin. Toluq sizni mu putirmagan go deyman. Əmsə men kirib ketay. Kızım, işini yiyeceğim. Aygül, ben öteyim. Eshitma. Bu Aygül'ün oyu mu? Ha, Tepibdiman. Qara. Bu Aygül kichik chaqda chizgan rasm, yozgan xatmi? Ketirim. Mening qizim azaldan rasm chizishni, usta o'ynashni bilmaydi. Bo'pti. Xo'sh. Xo'sh hamsa. Ben bu küçük çeyğimde aşındaktım. Usul oynaşqa, keptar beqishqa amraqtim. Aygül, teşkil mama, Aygül var mı? Üstüde. Aygül, tez düşe. Ha? Bula Aygül. Sana deydiğin gepim var, man. Teşkil mi aça? Teşk mi? Aygül, ben toy qiliman. Sening tehi loyiqing yo'qtirsa, ish qilib toy qilaman. Kasbiy maktabda o'qimamsan? O'qimayman. O'qimamsan? Men qilay. Qanday bo'ldi? Aygülni tapdingizmi? Böjen onunğa men Tülkü akam hali işini men deptiken. Öşkü bovay böjenge. Ha, bu. Əmisi sen muşu yerde Tülkü akamını sakla depti. Ne oldu? Muşun oldu mu qoq? Teşkma. Ha grubu başlığı. Obda harmamsızmı? Ha, albatta. Ha, silahını azca parıp koyduk. Qasim Shuji. Bayroqdek ko'nrab ketibdi. Ha grubu başlığı. Bu yerde boran cık çıkıdı. Gün nurmu güçlü. Qasim Shuji. Ha? Devletimizde devlet bayrağı kanunu var. Ben sizge tushuntirib qo'yay ya. Ma'qul.
Qasım Şöce, Ha? nağır çalayotgan kim o? Bu bir sarang. Sarağımın ağırını muşunaq çalalam da. Qasım Şöce, Ha? Şeyhon Ali mektepte nağır çalışını mı öğrengen? Şunda mı? Qasım Şöce, anlasam kentimi nağır makanı iken bu. İlgiri şundaqda. Amma hozir nag'ri chaladiganlar yo'q. Qasım Şöce, Bugun muavin mudirimiz Alining singlisining to'yvoga boshqa kent kadrlari yordamlashga ketdi. biri to'y qildim ha? Ha, Emsi biz xizmat gruppasiga berib tabriklab kelmaymizmi? Yig'inni ochmay, to'yga boraylik. Yurun. hadi gurbi başla. Biz boshqa yerga kelib qolmagandimiz, bu to'yma. Ha, to'y. Aygül acha. Gülnar acham to'y qildi. Endi siz bilan orlishamdi. Jurafika, o'ylini bek paks tutibsiz o. Ha, uyingizda qancha jon bor? 7 jon. Ha, Jurafika. Anglasak ayolingiz mangolmaydi ekan. Shunga xizmat gruppasidagilar choq o'rindiq etgandi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Ha, aqat bo'ldinglarmi? Qani. Ha. Men guruh boshlig'i chiroyingiz nim bo'lib ketdi. Kentliklar diqqat! Kentimizning ayollar xizmatini yaxshilash uchun bugun xizmat guruhidagi yo'ldoshlar bilan kent partiya yatekisi bir faoliyat uyushtirdik. Bununla ayollar qatnashadi. Bu faoliyatga qatnashgan Yurttaşlar, aldık kelinglar. Kelinglar, aldıqroq kelinglar. Kelinglar. Yurttaşlar, biz sizlarga nurg'un sovg'at akeldik. Chiroyli, yog'liq beramiz. Kentimizga ayollarning chiroyli, baxtli bo'lishini tilaymiz. Soğuqat beriş yaxshi tutsa. Kelib ammamsizlar. Xizmat gruppasidagilar etizning ishiga ko'ngil bo'lmay, yog'liq bilan qolamsizlar. Hey, ketmanglar, ketmanglar. Şkilanlarning ismi Aygülmi? Hey, qaranglar. Bu rasmni qaysinglar sizga? Rizvana acha. Rizvana acha, buni iling.
Rahmat. Hey! Balamla nima tishlaysan, ha? Mana! Uy, Qasım sho'ji. Mashindakni boshqarandilar, boshqamandilar. Nim bo'ldi? Bana buni mundaqda so'qilib ketsa, uni tishlayotdi desa. Ha, mundaq ekanda. Ha? Qo'yasizlar. Bola, uni tishligidan to'g'ri bo'lmabdi. Bo'lmasa, mundaq bo'lsa, kela. Men 1 2 3 deyman. Sen uni tishlaysan. Ulamda 1 2 3 Tishla. Nima tishlamaysan? Tishlamasang, amasi ablish qilinglar. Kecha. Voyjon, mana ketamiz. Hasanjon, nima ish kelding? Men opamga yog'liq og'li kelgan. Apang hozir kentda bo'lmasa ya. Ishligil chiqib ketgan necha yil bo'ldi. Ha, mundaq. Agar mushu kentlik bo'lsalar, yog'liq beriladi. Ma'qul guruhi boshlig'i. Kela. Qaysisini olsang? Tanlang, ha? Bunimi? Yoki bunimi? Buchu. Grupa boshlig'i. Ha. Uning onasi 4 yil burunla o'lib ketgan. Biz uningga hozirgacha demagan. Onasining ismi Beliqizdi. Bu Beliqiz degan gap. U onasini seg'inib, doim nagili borsa beliq ko'tarib oladi. Dadasi-chi. Uning dadasi o'lini olgan. Tog'da o'qituvchilik qiladi. Bo'ldi, ketaver. Belig'imni qandoq qilaman? Men sana uning nima chiroyligini aytib beray. Bo'landi. Rasma? Rahmat aka. Arzimaydi. Hey, Juratka. Bu shundoq chiroyli o'stanglar bo'yida turibmi? Kulmamsiz? Bormi debo? To'tanglar, ha? Ha. Qo'lingizni bu yerga qo'ying. Ha, akin. Ha, bo'ldi. Kiringlar. Men bu do'ppini kiyib bir parcha tushay degan. Ma'qul. Qasim sho'ji. Ha? Yurtdoshlar. Bek oqimlik. Shundoq asabiy ideyani qaymoq turchiga uchirganlarmi oz emas ekan. Bu nag'ir yurtida nag'irchilik mig'ili uzun bo'pti. Qasim sho'ji. Ha? Biz mundaq qilaylik. Nag'irni boshqalar çalmasa biz çalaylik. Kulinglar, ha? Kulinglar deyman. Xushalroq turinglar bunda. Kulinglar, ha? Ha. İlham aka, mana buni shiltishni o'gitib qo'yamsiz. Ma'qul. Bu yana bossanglar bo'ladi. Chita buni. Xalqning chitatib kel, ha? Mushundaq ishqimi sal qarabsiz? Qandoq qilaman?
Күнді sen onun keyinde жүрем de. To'g'ri, yurgudek bo'lsa yurgulik. Hadi. Hey bala. Hadi, yürü ulan. Hey bala. Qadr qiz. Har qancha chaqirsangizmi, u anglayolmaydi. Chunki bu bir gaz. Hey, kim nağır çelayotganda? Ko'rpa boshlig'i. Adli muzik sezim bek yaxshi ekan. Nag'irni bekli o'zigacha chaladi ekan. Men bundaq nag'ir ovozini anga baqmagan. Ko'rpa boshlig'i. Chapaq chiqdi. Neymiş oldu? Urishib ketdi. Ha? Yürü ulan. Urishib ketdi. Beri bakayım. Yuringlar. Ay, ko'rpa boshlig'i. Öte oğlum. Urishmoqlar. Nima deysan? Nima bo'ldi? Yurttaşlar. Kasım Şüce. Neymiş oldu? Ne oldu? Ko'rib boshlig'i. Men uning bilan deyish bo'lgan. Ha? Bizning kentdan 100 odam uning paxtasini terdigan bo'lgan. Ha? Ammo u hozir 6-kentga napirdi ekan. Ulan sizlerden azap verdik ya. Ikkimiz deyish bo'lgan tursa. Ha? Kasım Şüce. To'xtamlashqa mı? To'xta. Telefonda deyishgan tursak. Bo'ldi. Sizlar avtobusga chiqinglar, ha? Ha başını sıkıla. Başını sıkıla. Bolunla. Bolunla başını sıkıla. Yo'ldosh Qosim. Ne turlar? Qani, yurttaşlar. Yo'lni chiqinglar. Bu o'stan haqiqatan chiroyli ekan. Mening yurtimdimi mushundaq o'stan bo'ladigan. Kichigimda o'standa beliq tutib, uzib, o'ynab, kiyimlarimni mehnat qilib etatdim. Ajab tatliq yurtimning suyi. Hamma yerni deyman o'zimning uyi. Yo'ldosh Qosim. Bugungi ishni yurtdoshlarni deb qilganingizni bilaman. Uyg'urlarda shunday maqol bor. Yo'lbosni yengan botir emas. Ochchig'ini yengan haqiqiy botir deydigan. Bundan keyin har qanday bir ishlarni aqlimizni ishlatib qilaylik. Kentliklarni namoratlikdan qutuldirishning amalini birlikda topaylik.
kentliklarning ishini qilib berdi. Kentliklar uning ishiga hisoblab nag'ir berdi. Baribir necha yildan beri kentda hech kim nag'ir chib boqmadi. Onun demekçi boğunu kentdə az degəndimi 100dək nağır var deydi. Bunu sizge soğuk kıladı ki. Elan. Hayır, anlamadınız. Hangi hepsi kızış? Ay kalbine mayın bir şey oldu. O yüzden basatı yapın. Kırkı komisyonu küçeytin. Kesin döktüm. İşler gitti. Kuyruk var. Bexatarlikka diqqat qilinglar. Ha. Qasim Suji. Ha? Sal turib, bu yog', un, guruchlarni bashlik kapalatlarga olib beringlar. Ata deganda ov ko'chatlarni qiyinchiligi borlig'iga olib beringlar. Ma'qul, jadoq yo'q. Ma'qul. Ilhom. Ha? Ha, kela. Ha? Gar kelarab keladi. Ha? Erjan ikkinglar vaqt chiqarib, maydonning ishini putirib etinglar. Ma'qul, ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul. Hey, to'xtang. Sizning ismingizmi Oygul, shundaqmi? Shundaq. Qarang, bu rasmni siz chizganmi? Buni men sizmagan. Men rasm chizolmayman. Endi siz Oygul ismli boshqa qizlarni tanimsiz. Boshqasini Voy, bu nag'ir degan bir jup bo'lish kerakda. Ajab birnini beribdi. Shundaqmi? Guruh boshlig'i. Oygulning ishini Olimjon. O Aygulni topolmagan bo'lsangiz, bo'ldi izlamang. Ha? Kentda hozir so'z cho'chak bo'lib ketdi. Hammanglar sizni kelibla qiz bola izligini tuvda deyishmoqda.
Yardımı? Yardı. Rahmat Hakkı. Bu qatam xizmat ko'rib iskila burunqilarga faqat o'xshamaydi ekan. Ular uyma kiryotidi. Yeshig yetmay turib to'y qiladigan ishlarni qattiq tekshirdik. Yaxshi qipti-ku. Xotin kishi degansa, Apa, Aygül'ni baldırak yatlı kılıp değil. Bunu Aygül'den so'rab baxtangmi? Kız valına yiyişçi oyup kesip olmaydı değil mi? Dada, mening bundaq baldiryatliq bo'lg'im yo'q. Sen onu yaxshi ko'ramsan? Dadimizning gapini anglamasak bo'lmaydi. Shundaq qil. Yatliq bo'lsa-mu, hech nima bo'lmaydi ekan. Seni boshqaradigan odam Ovid ekan shu. Vay, telefonu apam qo'yib bering. Ha, apa. Men yaxshi. Heliqi sen doktorning gapini angla, ha? Az qoldi. Vay. Cho'p-cho'ng odam turib bir balig'imi qarayamadingizmi? Qattiq yiqilibdimi? Doktorxonaga opadingizmi? Bilaman, aldirashligingizni bilaman. Dadangizdan qattiq og'rib qolgandimi bilaman. Shundaqdimi balig'i qaramasangiz bo'lmaydi-da.
Vay mine. Yamanlayla. Qo'li xelal kep qapti. Mening yosh vaqtimga o'xshadi. Ana, Keldingmi, bola? Yana kelyapsiz-ku. Aygül, ben sizga televizor ko'raman deb necha qatim dedim, ha? Televizorda qalayimqan narsalar ailemizga baloyat keltirib, ailemizning berkitini qochirdi, bilamsiz. Dada, Endi ko'rib qolsam, televizorni chekudimi? Grup başlığı. Otur. Hemen sen tatma. bularni men tutqan. Ha? Rasmi ha? Kim yurtdoshlarimizni kulmaydi deydi. Shundoq tatliq kuladi. Şu? Yaxshi tatibsan. Tuyuqsiz o'ylab qoldim. Bu suratlarni tomosha qilaylik. Ma'qul. Sana topshirdim. Ma'qul. Bizning hozir qiladiganimiz bu yo'llarni qarmaylashtirib, dastlabki qadamda kentimizdagi aylanma yo'l qilib shakllantirish. Grup boshlig'i. Ha? Biz taklif qilgan sortliqchilarni yetishtirish mutaxassisi Ahad tushib keladi ekan. Ha? Yaxshi. Qasim Shujay. Ha? Amisa yurtdoshlar chilonliqqa berib, naq maydonda o'rgansin. Ma'qul. Ma'qul. Chapat atinglar. Biz bilib boraylik. Alimjon. Yana shu eliq qizni topolmay tutib bo'lib o'tamsiz. Hey, uni topmasam hargiz bo'lmaydi.
Siz oynagan bu usul asli intayin latafat bilan, salmoqlik bilan Dum, o'ynanishi kerak. tak dum dum tak Siz dum sal tak to'xtab dum qoldingiz. Bundan keyin dum ko'proq diqqat tak qiling. dum dum tak dum tak dum dum tak dum dum tak dum tak dum. Voy jar. Men yaş vaqtimda kanit bo'yicha usulga eng usta edim. Ötüne. Öte. Yine oynama. Usul oynama. Niyaz. Nima qilyapsan? O yana usul oynasa onu er alar mı ana? Ha? O texi bola emasmi? Ana sen mi 15 yaş vaxtında yatlı koptu ketsen o? O qaysi zamandı? Sen ya onu okudun, ya usul oynagılı koymadın. Onu zaten nima qilsin deysan? Demek ki senin bunun usul oynağının doğru oxşamamdı. To'g'ri bo'lmaychi. Ajdodlarimiz usul o'ynagan. Acaba ularmi xato qilganmi? Ularning o'ynag'ini bilan mening karim yo'q. Lekin mening qizim usul o'ynasa saati bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi. Dada, meni o'ynag'imda o'ynash qamira. Ma'qul. O'yna. O'yna. Nima qilib oybekni opatiraga? Nima qilyapsan? Ana. Ana. Mening sho'g'lig'im kelsa, doim mushu o'stan bo'yiga kelaman. Hatto bir kunda necha qitim kelib, dardimni to'kaman. Biroq mening usul o'ynash orzuim yanada barbod bo'ldi.
nevramning ko'ngligini kuydirvatdim. Men yana birini to'qib beray. Kaka, mangkrak. Kini mangkrak mah akla. Qanday ahvolinglar? Voy, sho'ji. Beshikma. 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 Ko'rpa boshlig'i. Ha, Beshikma. eshitdikmi? Qarang yurtdoshlarning kulkisiga. Shundoq tatli. Rast. Ko'rpa boshlig'i. Ha? Sho'xung atdigan dil chog'il turibdi-ku. Ustoz talabni qattiq qo'yibotidi. Chinaka, qağa ataydamsiz? Ha, mangu atay degan, shunisi. Zambirakda o'q yo'q. Shunga oydik tog'ni ko'ryapman. Oyni ko'ryotamsiz? Oyda tog' bormikan? Shundaq. Kela. Kelinglar. Aldirmanglar, ha? Bir-birlab ko'ringlar. Kela, Sanjan, sen boshla ko'r. Hey, qistlashmanglar. Bu yoqda turinglar, ha? O'chratib turinglar. Oyda qorqurum teg'i borkan. Chinaka, buning bilan urumchini ko'gili bo'lamdi. Urumchini ko'kili bo'lmaydi. Chinaka, Ha? urumchida oshxona jiqmi? Jiq. Meni opam urumchida oshxonada ishlaydi. Yaxshi, kela, san keldi. Aka, bu yerdan urumchiga berishga qanchalik vaqt ketadi? 2 oydak vaqt ketarmikan? Shunda kerakmi? Ha, jira. Ha. Mama, men chiroyliqmi? Chiroyliq bo'lmamdigan. Mening navramchi, butun kanat bo'yicha hammadan chiroyliq.
Ha, balam. Buva, sen... Ha, men şu nağırla saqmıdı dep qarab baqdım. Uyingizda nag'ir bormi? Yo'q. Uyga kirmamsizlar. Rahmat. Aman. Oy. Kiranlar. To'xtika. Kiranlar. To'xtika. Az bo'lsa buni akeldik. Rahmat. O'tiring. Oy, Hasanjon. O'tiring. To'xtika. Biz sizlar bilan bir ishni maslahatlashib kelgan. Kentimizda bir nag'irchilar atirti qurmoqchi edim. Shuningga maslahat bergan bo'lsalar. Grup başlığı, mendek bir qeri qandaqmı məsləhət berəley. To'xtika. Konularda maslahatlik ish buzilmas deydigan gap bor emasmi? Sizlarga maslahat solmasak bo'lmaydi. Biz bir qiyinchilikqa yo'liqdik. Bu nag'irni topqili bo'lmaydi. Grup başlığı, o nərsini hazır tapqılı bulmaydı. Buva, bizning uyda bog'u. Sen, To'xta aka, sizlar bu kentdagi nag'ir varis ekanlar. Ajdodlardan tortib nag'irchilik ketgansizlar. Agar biz to'xtab qolg'ili uzun bo'lgan nag'ir satosini qayta yangratsak, yurtdoshlar bak xush bo'ladi. Peshqadam kent boshlig'i. Xizmat guruhsidagilar bizni qo'llaydi. Sizlar xotirjam selayversizlar. qerib getdim. Nağrını çalanmayman. Ular neymiş kepti? Elchilik keldi deydi. Nime? Elchilik. Bizning xabarimiz yo'qmi keptimi? Aygül? Aygül? Siz Aygül'gü. Neymiş ki men emas deysiz? Siz kichik vaqtingizda rasm chizgan Aygül shu. Aygül? Nimadan qo'rqsiz, ha? Boturroq bo'ling. Men Aygül emas. Emas. Siz Aygül şu. Buni Xalqam sizga avatdi. Bek chiroyli ekan. Buni menga Xalqam yepadi. Ikkimiz usul o'yini qilib olmamdiq. Mamam og'rib qoldi. Necha kungacha borolmayman. Mening depom yutib ketdi. Aras, Xalqam so'rab baq degandi. Kichiginiz rasm chizishga ham rahmatingiz. Men
Yigitlar, qaranglar, ha? Mana bular Quyosh sistemasi oilasining a'zolari. Qaranglar, ha? Mao o'tqashdek qizil turg'uni biz ko'rib turadigan kun shu. Mao kichik turg'uni bo'lsa, biz turayotgan yer shari shu. Ha? Olimjon aka, yer shari tuxumchilikmi emaskan-ku? Hammasi biz tuxumning ustida turyaptamdiq. Ay, bolalarim, sizlarga yer shari kichik ko'rinyapti-da, ha? Amaliyotda insonlar turayotgan yer shari shundoq cho'ng. Ha, aka, Oygul achamni chaqirsam, uni ko'rib olgan bo'lsa-chi? Hamsi uni chaqir. Dadisi uni sirtqa chiqarmaydi ekan. Sen qanday bilding? Dadisi meni qo'g'layotganda bilib qoldi. Beliqimga chiqilma. Sen nimandaq pıqsıq, körüp baktım şu. Men tutib turganda-ku. Bu qandoq beliq? Oltin beliq. Xalqam yepadi. Bana birini versen, bunu sana birimen. Yo'q, cho'ng'i opisi, kichigi bolasi ayirib olsak bo'lmaydi. Neymiş ki bulmaydı iken? Senin apan... Cho'nglar demanglar degan, dema. To'xta. Bu ishni bundoq yushiraverasakmi? Bo'lmoqdek. Men diyemeymen. To'xta. Sizlar ma'qul deysizlar. Mendek. Buva. Opamzode Ürümchidimi emasmi? Meni oldimayotgansan. Hasanjon, men sana bek amroq. Sen qandoq qiyinchilik yo'liqsan, men sana yordam qilaman. Opang burulla. Jannatga ketgan. Yig'lasam ichim bo'shab qoladi. Aka. Uni birdan oramida qo'y. Men Hasanjonga bek amroq. Shuni uni oliy maktabgacha o'qitay deyman. Bo'lamdi.
Aygül. Bundan keyin usul oynayman demang. Sizning kasobtingizdan uyimizga balo qazo keltirdi qizim. Men sizni qiymasini yaptım. Siz baxtli bo'lsangiz, bizim xo'sh bo'lamiz qizim. Men yatliq bo'lsam, sening beliqingdek bo'lib qolaman. Немишqa? Erkin bo'lamayman. Yaska. Mana bu senin boğusu kuyoğlun, Turgun. U emasmi? Hammasi o'xshashli erkish o. Aygül! 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 Xo'sh. Ha? Kızım! Kızım! Canım kızım! Aygül! Canım kızım! Nime? Canım kızım! Aygül. Aygül! Aygül! Aygül. 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 Aygül.
Rahmat X guruhi boshlig'i. Meni doktorxonaga akammagan bo'lsangiz, allaburun o'lib ketadi. Mama, bundaq deymizlar. Mama, sizlar salomat turmusizlar bo'lmaydi. Kentimizda Atlas to'qish kooperativi qurilmoqchi. Sizlar hunarlarni yurtdoshlarga o'rgatib qo'ysizlar. Kentimizda atlasi hamma yerga to'nilsin. Ma'qul, ma'qul. Mama, yana bir yaxshi ish bor. Aygul, guruhimiz sizni Urumchiga berib, talon sahnasi programmasiga qatnashishingizni qaror qildi. Ajab yaxshi. Apa. Mama. Xushib ketganingni qara. Yurtdoshlar, biz asli yaxshi usulga moyil, tirishchan xalq edik. Hozir partiya va hukumatning siyosati shundoq yaxshi. Biz qadrlashimiz kerak. Ba'zilar endi asabiylik qilsa bo'lmaydi. Biz texmo tirishchanlik ko'rsatib, bilim va hunar egallab, texmo go'zal atimizni yarataylik. Mama, japa tatila. Jafo bo'lamdigan. Bu men eng yoqtirib qiladigan ish. Qasım çocuğu, yapasla. Ha. Bu yılçılan böyle tatlı koy. Ras. Biz var amal ba. Bu çılanlar Beijing, Şanghay'a satayla. Qandaq satımız? Hey! Kallı işiltimiz, tordan paydalanımız. Qosumqa. Bektatgan. Rasman? Huy! Qara buni. Hech git bag'inni. Ma'qul. Sana yana birini aytib beray-a? Apandimning aksi, apandimning chechining o'sib ketganini ko'rib, shundaq gal ustira bilan chechini tushirib qo'yibdi ekan. Apandimning beshi baq qattiq og'rib ketibdi. Birlarining kulgan ovozini angladingmi? To'g'ri. Ularmi mening hikoyamni anglayotgan bo'lsa kerak?
Qasım Şuji. Oh, Tutdimi? bitti. So'ching. Rahmat. Ha, Qasım Şuji. Ha? Mening anglashimcha, siz burun sahnalarga chiqib naqsh etib ekansiz. Hey, o çağıldı meni nakşam. Bütün nayni çağın çıkırıp etken. Amisa, bizgimi aytib bering, ha? Rasma? Albatta rostda. Ha, chavak. Ma'qul. Sametqinda hardingni dardingni men mo'ytayda hardimni bir malida cho'ng bullab hey hadi Şe. Adel, qarag'ana. Shu xonsan qandaq narsa kepti? Adil. Adil, nima bo'ldi? Hey, Adel.
sadası yangridi. Shuncha ko'p odamning nag'ir chalayotgan holatini ko'rib, ana shular dunyodagi eng baxtli odam ekan deb o'yladim. Vay. Kenchang, qachonroq qaytib kelasiz? Singlim Aygül, usulunuz bizni bak qoyil qildi. Sizning bu sahnaga chiqishdan boshqami arzoyingiz bormidi? Tornisa acha, mening arzoyimni so'rashingizga maqsadingiz meni ap qilib usul o'rgatish edi. Biroq mening yiltizim nurliq kentida. Sizning oldingizda usul o'ynab olganimning o'zi kifoya. Zo'r baxt.
Men bu usulni ömür hayat oynayman. Qasım Çüce. Qasım Çüce. Grup başlığı. Bugün yana faoliyat bormi? Ha? Neç gündeki keçilemezmi? Şunu sizlar bilan suratga tushib olayli dedik. Ha, şuna peshak kiyinib olibdikansizda. Bir, ikki. Voy, to'xtang, men bor. Ha, bula. Ha, bering. Ay, to'xtab turing, bizmi tushib olaylik. Bizmi tushib olaylik. Ha, Tushib olaylik. bizmi bor? Qasım Çüce. Ha? Yurtdoshlarmi kelibdi-ku? Sizlar bilan suratga tushib kelgan gap. Sizlarga qiyonmayotidi. Bu xotunim hayat chog'da men bilan birga tushgan tunji surat. Ham oxirgi surat. Ukam. Mama, silimi kelibdilar. Xa grup başlığı. Bugünküdek kunda Niyozga hapaş bolup bolsam kelimanda. Yaxshi qildilar. Ha. Grupa boshlig'i tinchlikmi? Hey, Sigir. Nima bo'ldi? Xaka. Sizlarning ketadiganinglarni anglabdi. Hasanjon. Biz mangu odash bo'lamiz. Rosma? Hey, Odil. Bo'la. Ha. Voy. Ha. Dana. Opam qanaqaroq? Qachon? Grup başlığı. Grup koluna. Grup başlığı. Ha. Şapşal gidelim. Surat düşmez. Xaka, nima bo'ldingiz? Hech nima. Hasanjon. Mening opamni jannatga ketibdi. Xaka. Ko'nglingizni buzmang. Men bog'u mana. Biz mangu odosh bo'lamiz. Odosh.
Şinjandaki neçə yüz ming her millet kadr xizmatçı asasi qatlamga cho'nqur cho'kib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish, qo'shmoqlashib tuqqan bo'lish faoliyatini qanot yaydirdi. Neçə ming kadr asasi qatlamga berib, yasli ma'rifiga yordam berishga qatnashdi. El rayini bilish, elga naf yetkazish, el qalbini moyil qilish bo'yicha kentlarga tushish xizmati texmi cho'nqurlashtirildi. Tərcüməsiga qatnaşquchilar. Film ishlaguvchi Adil Qurban. Tərcümə qilguvchi Ablat Zaydun. Mas'ul muharrir Gulbahar Tursun. Ovoz olguvchi Asqar Jamoliddin. Ovoz rejissyori Gulzar Abduqodir. Ovoz berguvchilar: Eminjon Eli Almas, Muzaffar Mo'min, Mardan Tursun, Chimangul Obliz, Dilbar Hoshyor, Marhaba Habibullah, Zuhra Dilshod, Dilshod Barat Sultoni, Arzugul Mo'min, Akbar Ahmad, Hamid Rahman, Nuriya Qodir, Gulzar Nurdun, Hamid Olimjon, Nurnisa Abduvahid, Aygul Hasan, Abdukerim Obliz, Ömerjon Adil, Gulzar Abduqodir. Kirishtirguchi Adil Qurban. Film tekshirguchilar: Qosim Rashidin, Turg'un Ibrohim, Yashar Tilvoldi. Film nazoratchilari: Akbar Ablimit, Turangul Ahmad. Baş nazoratchi Osman Muhammad. Bu filmni Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq radio, kino, televiziya tarjima markazi tarjima qildi. 2017 yili aprel